Assalomu alaykum butun dunyo. Xudo xolisa 23-may meni do'stimni bor sirimdan, borligimdan, hamma narsamni ochiq oydin aytadigan bitta yaqinim. Men Pashtoni oilam a'zosiga qo'shganman. Jasur Tayson, O'zbekiston Tayson jang qiladi. Ko'pchilik uni ba'zi bir qiliqlarini yomon ko'radi, negativ fikr bildiradi. Uni men qanaqaligini Pashti 99% bilaman. Oq rangda oldida ko'ngli bir xil bo'lib turadi uni. Bizani tanlagan yo'limiz shunaqangi yo'lki, ikkalamizning hayotimiz Pashti bir xil. Orzularimizni shunchaki tashlab keta olmadik, shunchaki. Orzularimiz ila oilamizni ham baxtini tashlab keta olmadik. Ham ishlashimiz kerak, ham o'sha sport bo'yicha biz o'z tariximizni sarlavhasini yozib va qolgan joylar hikoyasini to'ldirib kitobimizni yopish va bir tarix qoldirish uchun harakat qilib ko'rmoqchi edik. Allohdan so'radik, Alloh berdi. Men aytyapman, inshaalloh Xudo xolasa mana shu Tayson yaqin og'aynim 23-mayda chiroyli g'alaba qiladi. Biz duo qilib Allohdan so'rayapmiz. Xudo xolasa yo nasib oldida bo'lib turib, yonida sekundant bo'lib chiqaman. Jigarim Tayson, men sen qanaqaligingni bilaman. Ikkalamiz ham oilamiz oddiy, prosta oila. Biz ham noldan emas, minuslardan boriga shukr qilib, quruq non bo'lsa ham Allohim bergan ne'matingga shukr qilib, harakat qilib, mana shu bayroq ko'tarish darajasiga keldik. Xudo xolisa dalishda davom etamiz inshaalloh, jo'rajon. Ko'nglingni to'q qilsan, g'alaba qozonasan. Butun O'zbekiston seni qo'llab-quvvatlaydi. Nima uchun bilasanmi? Sen hech kim bilan ishing yo'q, faqat oilangning g'amini, boringcha vataningga harakat qilib berganing uchun. Jigarim, Xudo xolisa g'alaba qilamiz. O'zbekiston Taysonga padishka berib turinglar. Jasur Tayson, Surxondaryo, Qashqadaryo, O'zbekiston bosamiz.